Hurmatli bilimdonlar, biz Telegramda o'sha Quizbot orqali test surishni o'rganamiz. Hammada Telegramdan foydalanadi, ijtimoiy saytdan kirasizda va qidiruvga berasiz. Quizbotni yozishimiz kerak. O'zim menda tayyor bor uchun bunda ishlagan bo'ldim programma test topdi. Va bitta menyuga kiramiz. Menyuga kirsak, create a new quiz bosasiz. Inglizchada beriladi. Mana change language tilini o'zgartirib olsa bo'ladi. Mana endi to'g'ridan to'g'ri original o'rgatmoqchiman. Bosamiz. Sizda yakunlanmagan test mavjud. Mana men undan oldin test tuzgan ekanman. Change yilni bekor qilib yuborish uchun mana bunday qilamiz. Test bekor qilindi, yangisini tushishingiz mumkin deyapti. New. Mana endi 10 ta savol asosida, misol uchun o'zi beryapti. Qobiliyatni aniqlatishmi, ayiqlar haqidami, o'zingiz nom qo'yasiz. Masalan, meni mavzuyim harakatlar strategiyasiga test tuzmoqchiman. Nomlab oldim. Endi mana savol tush chiqdida, savol tushga kiramiz. Agar yoddan savol bilsangiz, xo'p, savol yoddan bilmasangiz, har safar manbaga qaytib ko'rmaslik uchun men Google'da harakatlar strategiyasini tartib qo'ygandim. Mana savol qilib ko'rsasak bo'ladi. Harakatlar strategiyasi nechinchi yilda qabul qilingan yoki kim tomonidan, qachon qabul qilingan? Shu joyni ko'chirib olsam, ko'ryapsiz, copyright qilamiz. Biz osonroq yozishim uchun tezlashtirilgan variant. Harakatlar strategiyasi qachon qabul qilingan? Qachon qabul qilingan? Endi hozir bitta javob degan narsa bor, добавить ответ qo'shib ketaverasiz. Misol uchun men 2018 deb yozaman. Chunki yuqoridagi mavzuga 2017, 2021 deb qo'ydik. Endi 2017 dan pastdagi nomerni kirita olmaymiz. 2018-yil. Misol uchun, keyingisiga 2022-yil. 2022-yil kirita olmaymiz. Sababi yangi harakatlar strategiyasi 2022-yil bo'lgan. Shuning 2019. To'g'ri javobni kiritamiz. 2017 to'g'ri javobni kiritish uchun mana ko'rsataman sizlarga. 2017-7-fevral. Agar to'liqroq kiritish uchun yoniga raqam qo'ysangiz bo'ladi. 2017. Bir-biriga o'xshash savol olsangiz, yana ham chalkashtirgan bo'lasiz. Men anonimni deyapti. Anonimni qoldiradigan bo'lsangiz, birinchi to'g'ri javobni belgilab olsak, sozdad yonadi, ko'ryapsiz-a? Uni belgilanishidan menga anonimni kerak emas. Sababi anonimni degani belgilangan javoblar menga ko'rinmaydi. Avtorga ko'rinishi kerak. Ko'rinish uchun blokladim. Mana bitta test yaratildi. Qarang. Xuddi shu holatida nimaga uniki faktor qo'ydi. Ketdi. Harakatlar bitta test tuzdingiz. Har bitta testda axborot berib turadi, qarang. Endi qarang, mana 5 ta savol tuzaman. Xohlasangiz 10 ta tuzishingiz mumkin, 20 ta tuzishingiz mumkin. Chegarasi yo'q, bemalol aniqlasiz. Endi hozir o'sha buni berasiz. Tuzdim. Har bitta testingizni vaqtini necha soniyadan belgilaysiz deyapti. Mana endi o'sha 10 soniya, 15 soniya o'sha auditoriyaga qarab, agar ertaroq topilsa, 15 soniya belgilasam yaxshiroq menga bo'ladi. Aralashtirishmi savol variantlari deyapti. Ha deyman, aralashtirishmi desa har xil joyda kelib chiqadi. Mana o'zi yaratib berdi, qarang. Tayyor. 5 savol. Bu testni boshlash, o'zingiz yechib ko'rsangiz bo'ladi. O'zingiz sinash uchun testni ulashish bor. Boshqa gruppaga o'tkazsangiz bo'ladi. Testni tahrirlash bor. Agar xato yozib qo'ygan bo'lsangiz, orqaga qaytib to'g'rilashsangiz bo'ladi. Testni statistikalash, o'sha statistikasini beradi. Grafiklar asosida. Juda ham kerakli deb o'ylamayman. Asosan testni to'g'ridan to'g'ri yechishga tashlashingiz uchun guruhda testni boshlash turibdi. Guruhda albatta o'sha birodar kanal yo guruh bo'lishi kerak. Shu yerga tashlaysiz, ular o'sha testni belgilab yechishadi. Mana tayyor. Mana hurmatli bilimdonlar, test guruhga tashlandi. Mana 2 kishi bo'lsa ishga tushadi degan. 2 kishi bosish kerak, undan ortiq ham mumkin. Agar 1 kishi bo'lsa ishlamaydi. Mana hammasi yechildi. Mana oxirida qancha yechganini o'zi chiqarib beradi. Kim birinchi, kim ikkinchi o'rinligini.